Shu Turkiyada turklarga hayron qolaman-da. Maktablarda ozgina yomg'ir yog'sa ham javob berib yuboradi bolalarga. Ozgina ko'proq qor yog'ib qo'ysa ham, havo aynib qolsa ham bolalarga javob berib yuborishadi maktabda. Biz yoshligimizda tizzamizda sonimizgacha botib qorni ichiga maktabga borib kelardik, tavba qildim. Bizga hech kim javob berib yubormagan. Yomg'ir emas, tosh yog'sa ham maktabga kelasan deb urishardi. Hozir bo'lsa mana bugun hali yomg'ir yog'mayapti. Hozir ko'rsataman tashqarida. Yomg'ir degan narsa yo'q, lekin bolalarda bugun havo juda ham shamol bo'lib, yomg'ir yog'ar ekanda, shu uchun ham 1 soat 2 soat oldindan olar ekanmiz. Havo joyida turibdi, hali yomg'ir yog'madi, tomchilashni boshlamadi. Aylanib ketdinglar, tomchilashni ham boshlamadi. Ishdan qochishadimi balo yo bolalar tezroq olib ketsin deyishadimi? Hayronman. Ob-havo joyida turibdi. Prosta aynigan, lekin yomg'ir yo'q, hech narsa yo'q. Lekin bolalarda erta kundan olishimiz kerak ekan. Biz yoshligimizni eslagan sarichi bor asablarim o'ynab ketadi. Biz tizzamizgacha, sonimizgacha qorlarga botib maktabga borardik. Bizga hech kim bolalarimizni olib ketinglar deb onalarimizga aytishmagan ham. Tavba. Mana, hamma olib ketyapti bolalarni maktabdan. Men ham hozir o'tib olaman endi. Bizning sinfdagilar hali chiqishmabdi. Men ham shu hozirgi davrda tug'ilsam bo'lmasmidi? Meni nima kamim bor mana shu bolalardan, a? Bizning nima kamimiz bor? Ozgina havo aynib qolsa ham bolalarni olib ketinglar, qor yog'ib qo'ysa ham bolalarni olib ketinglar. Hamma narsaga olib ketinglar. Biz maktabga olib kelmay qolsak ham bo'laveradi ekan o'zi bor bular. Yomon ham qilyapti, bor, yomon kuyib kelyapman, bor.